Urganch shahrida kamondan otish bo'yicha O'zbekiston Kubogi yakunlandi. Musobaqada 234 nafar turli yoshdagi sportchilar ishtirok etdi. G'oliblar 4 yosh toifasida aniqlandi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan. Mutaxassislar fikriga ko'ra, Urganch shahrining bosh sport arenalaridan sanalmish universal manejda tashkil etilgan kamonchilar sinovlari yuqori darajada bo'lib o'tdi. Umumjamoa hisobida Respublika Kubogida Toshkent shahri, Farg'ona va Samarqand viloyatlari jamoalari tayyorgarliklari yuqori darajada ekanligi ma'lum bo'ldi. Kattalar o'rtasidagi shaxsiy birinchilikda erkaklar o'rtasida ko'p karra xalqaro musobaqalar g'olibi Navoiy viloyati kamonchisi O'tkirjon Hoshimov eng yuqori natijani ko'rsatib, O'zbekiston Kubogi g'olibi bo'ldi. Ayollar o'rtasidagi bahslarda Farg'ona jamoasi yetakchisi Malika Anvarjonovaga hech kim bas kela olgani yo'q. Kamon o'qitishlar o'yindan beri shug'ullanib kelaman. Xorazm Urganch shahrida bo'layotgan musobaqa juda ko'tarinki kayfiyatda, qizg'in bahslarga boy bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqada ikkita birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rinlarni egalladim kattalar o'rtasida. Avvalgi musobaqalarga nisbatan hozirgi Xorazm Urganchdagi musobaqa ancha raqobatga boy musobaqa bo'lyapti. Raqobatdoshlar ancha ko'paygan. O'zim O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosiman. Yaqinda Osiyo kubogimiz bor Saudiya Arabistonida. Tayyorgarlik ko'rib bormoqdamiz. Yoshlar toifasidagi sportchilar o'rtasidagi musobaqada qashqadaryolik sportchi Hamidjon Ro'ziqulov birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Mergan qizlar o'rtasida farg'onalik yana bir kamonchi bir necha bor xalqaro musobaqalar g'olibi va sovrindori Diana Fattahova tengsiz deb topildi. O'smir kamonchilar o'rtasidagi bahslarda samarqandlik Biloliddin Hamdamov va Toshkent shahri sportchisi Shodiya Murzayeva musobaqada peshqadam bo'lishdi. Kichik yoshdagi o'smirlar musobaqasida Toshkent shahri sportchilari Ruslanbek Yo'ldoshboyev va Asilzoda Rahimova nomlari musobaqa g'olibi deb e'lon qilindi. Mix sinovlarida Toshkent shahri, Farg'ona va Navoiy viloyatlari sportchilari peshqadam bo'lishdi. O'zbekiston Kubogi g'olib va sovrindorlari Respublika kamondan otish federatsiyasining medal, diplom va kuboklari bilan taqdirlandi. Bu bizda so'nggi xabar edi. Dasturlarimiz davom etadi, bizdan uzoqlashmang.